Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, mini traktorvozlari, aka-ukalar. Bugungi videomizda 304 arqa nasozli mini traktorimiz, 4 video mini traktorimiz haqida video obzor qilamiz. Videoni boshlashdan oldin manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Toshkentdan vodiyga kiraverishdagi, ya'ni Sadoqatga yetmasdan o'ng qo'ldagi magazinimiz. Xo'p, bunimizda 304 markali 30 ot kuchli, mana ko'rishingiz mumkin. 30 talik orqa nasozli. Xo'p, buni ko'pchilik bartavoy deyapti akalar, hozir ko'rsataman. Bular bartavoy emas. Bir ikkita videolarda ko'rib qoldim. Buni qizilini, ko'ki bor ekan, ko'klari bor. Shularni bartavoy deyishyapti. Bartavoy emas o'zi. Bular ichki bartavoy ham, tashqi bartavoy ham bo'lmaydi. Palovos bo'ladi. Xo'p, palovosni plus tarafini ham aytib o'taman. Bunimiz 3 ta porshinga ega qora Yuto motordan qo'yilgan bo'ladi. Motorlarni ko'rsatamiz hozir, mana ko'rishingiz mumkin. Yuto motor, Lidi motor, Kama motor, xuddi o'shalardan radiatorli, mana ko'rishingiz mumkin. Radiatorlari bor, oldi ham, orqasi ham tortadi, vidushi, massa uzib bo'ladiganlarigacha bor. Massalarni uzib qo'yganmiz. Akkumulyatorlarni ko'rishingiz mumkin. Katta akkumulyatordan qo'yilgan. Xo'p, bunimiz dinamli va nasozli, ikkita nasozli bo'ladi. Xo'p, oldi baloni 600 ga 16 lik bo'ladi, orqa baloni 9,5 ga 24 lik, adashmasam shunaqa. Hozir ko'rsatib o'taman, 9,5 ga 24 lik. Xo'p, motor kilovatlari nechinchi yilda ishlab chiqarilgani ko'rishingiz mumkin. 24-yilda ishlab chiqarilgan, 5-oyda 22 kilovatli motorimiz, 30 ot kuchiga ega Yuto motorli 304 markali mini traktorimiz. Markazidan markazgacha necha chiqadi? 120 chiqadi. 3 124 chiqadi. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin, 120 dan oshiq chiqadi. Ya'ni ko'pchilik traktorchilarimiz bilishadi, bu 60 agatga bemalol tushaveradi. Orqasi 9,5 ga 24 lik shiroki balondan qo'yilgan. Ularimiz bog'larda ichiga naveslari bor. Bog'larda ichiga bemalol navesini olib tashlab turib, kirketsalaring ham bo'laveradi, ixcham joylarga ham kiraveradi. Avtomat sifatida foydalaniladi, ya'ni skorlari 10 talik bo'ladi, 8 ta oldinga, 2 ta orqaga bo'ladi. Xo'p, bunimizni har qanday skorga urilgan holatda ham mana bu dastagi orqali boshqariladi. Bu F oldinga, R zadniga. Mana shu bo'lmasa, xalos tursa, buni qaysi skorga urganlaring bilan traktorimiz yurmaydi. Mana insholarni boshqaradigan dastaklari, rushnoy gazi, hamma yo'g'i joy-joyida qo'yilgan akalar. 120-60 agatga tushadigan traktorimiz. Mana endi orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, orqa tomonida ikkita silindri bor, vom oborotlari. 750 ming akalar bo'ldiki, 750 ga 1 ming nasosi yo'g'imizniki ham xuddi shunaqangi. Endi ko'pchilik mana buni ko'rib turib, bartavoy deyapti. Videolarda ham ko'rdim. Sotuvchi akalarimiz ham aytdi, "Yo'q akalar, bular men nechta traktorchi akalarimiz kelishgan bo'lsa, endi biz baribir ularchalik bilmaymiz. Hammasi palovos deyishyapti." Ham palovos akalar, haqiqatan orqa nasozli, arqa nasoz silindrli, ikkita nasozli, gidrobachoygacha bor, mana ko'rishingiz mumkin. Orqa tomon legrovka bo'ladi, oldi tomonni ikkala balonni almashtirsalaring yana kengayadi. Buni ham shunday qilish mumkin. Qo'yilgan, oldi toshlarigacha bor, hamma yo'g'i joy-joyida mana. Insholarni ko'rishingiz mumkin, dinamlari va yana aytib o'taman, Yuto qora motordan qo'yilgan. Sidinalarini, taglari amortizatsiyali mana. Bemalol yomon yo'llarda ham ketilaveradi, rollar qulflanadi, gidravlika bo'ladi eng qizig'i. Massalari uzilgan holatda mana, tablolari o'ta sifatli, o'ta zo'r. Xo'p, oldini qo'shib ajratadigan dastagimiz, insho richaklarimiz hammasini ko'rsatib o'tdim. Hamma yo'g'i bor, hamma yo'g'i joy-joyida. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Narxi 94 million so'm. Kamini qilib beraman akalar. Narx bo'lmagan. Nasozlimiz jinday qimmatroq. 90 million, 91 million so'm nasossiz akalar. 304 varianti, 304 nasozli, 304 nasossiz. Ko'rishlari mumkin mana.